Yana bir ishimizni kuzatib o'tsam sizlarga. Bu yer bo'lingan tualet oddelniy, dush oddelniy joy edi. Uydagilar hammasini uyga bir-biriga moslashtirishga harakat qilishyapti. SPP nima bilgandan foydalanganmiz. Shuning uchun oralar juda katta. Yana nimalar? Xo'p, installyatsiyani xuddi o'zining razmerida qoldirdik. Ya'ni odatdagidek tepasiga profil 3 sm, bu yog'iga profil qilib o'tirmadik-da. Pryamoy o'shani o'ziga gipsakarton qotirganimizlik uchun juda ham ustki ko'rindi, kichkinagina va devordan ham unchalik ko'p chiqmagan. Bor yo'q 17 sm devordan chiqib turibdi tashqariga. Vaqtinchalik o'zimiz foydalanib turgan o'rnatdik. Keyinchalik yangisi bor qo'yamiz. Mana bu yerga lyuk joyini moslashtirdik. Hammasi o'zimizni qo'ldan kelganicha qilgan montajlarimiz santexnik bo'yicha. Bu yerda qiziqarli narsamiz yo'q. Mana bu yerda elektrik ozgina adashganligi uchun joy o'zgargan va buni to'g'rilasa bo'ladi. Devorimiz albatta rasvor ko'payapti. Chunki nol holatiga olib kelish uchun albatta. Mana bunday uzun urg'inda foydalanib ishlayapmiz. Pollar tayyor. Dushni menimcha shu tushundinglar. Xudo xolasa hammaga manfaatli bo'ldi deb o'ylayman.